Assalomu alaykum. Bandixon tumani Paxtakor mahallasida joylashgan Xalq bankiga biriktirilgan bir kontur bir mahsulot loyihasi bo'yicha 89-konturdamiz. Hozir mana dala maydonlarimiz ko'rsatmoqda. Dalamiz mana tomonda zavurimiz bor, o'sha yerdan boshlanadi. Kengligi u mana xo'jalik uylarigacha. Uzunligi ham bu tomonda mana xo'jalik uylari joylashgan. Bu tomoni mana bu yoqlargacha. Dalamizda ko'kat ekilgan edi. Ko'katlar yig'ishtirib olindi. Mana bu ko'katlarimiz urug'ligi uchun kutib turibdi, urug'ini olish uchun. Hozir bu tomonlarga poliz ekinlari, qavun, tarvuz, oshqovoqlar ekilgan. Endi bu tomonlariga ham mosh ekinlari ekilish uchun tayyorlanmoqda. U yoqlarga ham poliz ekinlari ham ekilgan. Bu 17 gektar yer maydonimiz 34 ta dehqon xo'jalikka bo'lib berilgan.